yetimning ohi va maymun bashara bolaning tug'ilishi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Inson hayoti ba'zan bir girdobga o'xshaydi. Uning shafqatsiz to'lqinlari bolalik orzularini hali yo'l boshidayoq parchalab tashlaydi. Qismat esa o'z xohishi bilan hayot sahifalarini varaqlaydi. Men bu past baland dunyoga qadam qo'ygan kunimni butun vujudim bilan his qilaman, chunki o'sha ilk lahza men uchun ham hayotning boshlanishi, ham qismatimning eng katta fojiasi edi. Men o'sha yorug' dunyoga kichkina ko'zlarimni ochganimda yosh onamning olami qorong'u bo'ldi va u bu dunyoni abadiyga tark etdi. Men faryod va yig'i bilan dunyoga keldim, lekin bu ovoz evaziga qismat onamning qalbi ovozini o'chirdi. Bu dard va bu dog' bugungi kungacha ko'ksimda qoldi. Men begunoh va chaqaloq holimda hali hech narsani tushunmay, odamlar orasida shumqadam va baxtsizlik keltiruvchi kabi og'ir laqablar bilan tanildim, chunki jamiyat va ba'zi yaqinlar aziz onamning o'limini mening dunyoga kelishim bilan bog'lashdi. Yoshligimda ko'chada qo'shni bolalar bilan o'ynaganimda ularning yosh va go'zal onalari yugurib kelib, farzandlarini bag'riga bosishini, boshlarini silab, shirinliklar berishini ko'rardim. Ammo men har doim bir chetga o'tib, hasrat va g'am bilan ularga tikilardim va kichkina qalbimda nega mening ota-onam ular kabi yosh va baquvvat emas degan savol tug'ilardi. Bizning uyimizda faqat 2 nafar qari inson, bobom va buvim bor edi. Ularning qaddi hayot tashvishlari va farzand dog'idan egilgan edi. Men ularni ota-onam deb bilardim va faqat aqlim to'lib, maktabga chiqqanimdan keyingina hayotimning achchiq haqiqatini angladim. Bildimki bu 2 nuroniy va mehribon insonlar aslida mening bobom va buvim ekan. Ular yosh onamning fojiali o'limidan keyin men yetim va kimsasizni bu shafqatsiz dunyoda xor bo'lmasligim uchun o'z panohlariga olishgan ekan. Aziz buvijonim, men uchun faqatgina buvi emas, balki qutqaruvchi farishtaning haqiqiy timsoli va yer yuzidagi eng mehribon zot edi. U hech qachon mening mahzun bo'lishimga yoki o'zimni yolg'iz his qilishimga yo'l qo'ymasdi. Yodimda bolaligimda qachonki kasal bo'lib isitmam ko'tarilsa, qari buvim tunlarni tonggacha mening tepamda o'tkazardi va titroq qo'llari bilan peshonamni silardi. Va aytar edi: "Xudoyo, agar uning joniga shifo bersang, mening jonimni unga qurbon qil, toki bu yetim boshqa dard chekmasin." Uning bu taskin beruvchi duolari quloqlarimda jaranglardi va men o'sha lahzalarda o'zimni dunyoning eng xavfsiz joyida his qilardim. Garchi qalbimda ota-onamning o'rni bo'shligi har doim bilinsa ham. Kunlardan bir kun men biroz ulg'ayib, hushyorroq bo'lib qolganimda qiziquvchanligimni yashira olmay, yomg'ir deraza oynalarini chertayotgan sovuq kuz oqshomida buvimning yoniga o'tirdim. Men buvimning charchagan va nuroniy ko'zlariga qarab so'radim: "Buvijon, men bilaman, aziz onam meni dunyoga keltirayotganda bu dunyodan ketgan va uning ruhi jannatda, ammo otam qayerda? Nega u hech qachon meni ko'rishga kelmaydi va nega menda hatto uning bitta ham surati yo'q?" Bu savolni eshitgach uyni og'ir sukunat qopladi va tashqaridan faqat yomg'irning yig'isi eshitilardi. Buvim go'yo dunyoning barcha g'amlari jamlangandek og'ir xo'rsindi va joynamoz hamda iymon hidi kelib turadigan oq ro'molining cheti bilan oqayotgan ko'z yoshlarini artdi. U titroq va hasratli ovoz bilan hikoya qila boshladi va dedi: "Aziz farzandim, yosh otangning qismati onangnikidan ham fojiali bo'ldi. Otang shijoatli erkak va har doim yuksak nomus bilan yashaydigan huquq tartibot idorasi xodimi edi. Onangning to'satdan vafot etishi uning qalbiga shunday og'ir soya soldiki, u bu dardga dosh bera olmadi. Onang dafn etilganidan 3 kun o'tgach, u bo'shab qolgan uyda o'zining xizmat quroli bilan hayotiga chek qo'ydi va yosh ketdi." Bu so'zlarni eshitganimda go'yo osmon boshimga qulagandek bo'ldi va qalbim g'ussadan pora-pora bo'ldi. Men nafaqat onamning, balki otamning o'limiga ham mening dardga to'la vujudim sababchi bo'lganini tushundim va bu fikr meni ko'proq azoblardi. Buvim davom etdi: "Bu ketma-ket fojialardan keyin otangning ota-onasi, ya'ni sening ikkinchi bobong va buving
Boshqa bu g'amga to'la shaharda va uyda yashashga dosh bera olishmadi. Ular uy joylarini sotib, uzoq bir yerga ko'chib ketishdi. Ketishdan oldin ular seni barcha baxtsizliklarning sababchisi deb bilishdi va nafrat hamda g'azab bilan bu shum qiz xonadonimizni vayron qildi deyishdi. Ular seni tashlab ketishdi va boshqa hech qachon seni yo'qlashmadi. Bu achchiq so'zlar kichkina qalbimni jarohatlagan pichoqdek edi. Men alam bilan o'ksib yig'ladim. Lekin mehribon buvim meni bag'riga qattiq bosib dedi: "Hech qachon o'zingni aybdor bilma qizim. Sen shum emassan. Sen Xudoning tuhfasi va o'sha o'tgan yoshlarimizning nishonasisan." Islomda va musulmonlik hayoti qonunida inson taqdiri azaldan peshanasiga yozilgan va hech bir banda ilohiy xohishdan qochib qutula olmasligi aytilgan. Ularning o'limi Allohning irodasi edi va sen bu buyuk hayot imtihonida faqat bir vositasan. Sabr qil, zero Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir. Buvimning bu hikmatli va iymonli so'zlari asta-sekin qalbimdagi olovni o'chirdi va menga kelajakka umid bilan qarashga kuch bag'ishladi. Men angladimki, garchi ota-ona mehridan mahrum bo'lgan bo'lsam-da, Parvardigorning rahmati soyasida va bu soliha ayolning tarbiyasida yaxshi inson bo'lib ulg'ayishim mumkin. Shunday qilib, mening hayotim bu kichik, ammo mehr va iymonga to'la xonadonda boshlandi va men sabr hamda bardosh sabog'i bilan yoshlik sari qadam tashladim. Garchi hayotning yanada og'ir imtihonlari hali oldinda ekanligini bilsam ham. Mening hayotim nuroniy. Buvijonimning duolari soyasida hamda tog'a va xolalarimning qo'llab-quvvatlashi bilan asta-sekin olg'a qadam tashlardi. Agar bu xonadonda yetimlik azobini chekdim, xor va zo'r bo'ldim desam, Parvardigori olam oldida noshukrlik bo'ladi. Qalbi siniq bandalarni sevuvchi mehribon Xudo mening otasizlik va onasizlik dardimni shu oilaning cheksiz mehri bilan to'ldirdi. Qari bobom va buvim, 4 xolam va 2 tog'am meni ko'z qorachig'idek asrashardi va qalbimga zarracha g'am qo'nishiga yo'l qo'yishmasdi. Men bu oilada go'yo bir erkak guldek ulg'aydim. Nimaniki orzu qilsam yoki nimaga ehtiyojim bo'lsa, tilimga chiqmasidanoq tog'alarim uni mamnuniyat bilan muhayyo qilishardi. Ular har doim yetimning qalbini shod etish, dunyo va oxirat baxtiga sabab bo'ladi. Xonadon barakasi esa shu panohsiz bolaning haqqidandir, deyishardi. Bu orada katta tog'amning rafiqasi, men yangi deb chaqiradigan aziz insonning hayotimdagi o'rni juda katta bo'ldi. U ham xuddi men kabi bolaligida onasidan ayrilib, yetimlikning achchiq ta'mini butun vujudi bilan totgan edi. Taqdirimizning o'xshashligi qalbimizni bir-biriga juda yaqin qildi. U meni o'z farzandlaridan ham ko'proq yaxshi ko'rardi va hayotimdagi onasizlikning sovuq va bo'sh o'rnini to'ldirishga harakat qilardi. Agar tashqaridan biror kishi uyimizga kelib, samimiy munosabatimizni ko'rsa, hamma bizni haqiqiy ona-bola deb o'ylardi. Aziz yangam meni ilk kunlardanoq islomiy odob va axloqqa chorlardi va tinmay shunday derdi: "Qizim, musulmon ayol har doim iffatli, sabrli va hunarli bo'lishi kerak. Hunari bor odam hech qachon xor bo'lmaydi va birovga muhtojlik ko'rmaydi. Alloh o'zining halol mehnati bilan rizq topgan bandani yaxshi ko'radi." Shu niyatda u bolaligimdanoq menga tikuvchilikning nozik sirlarini o'rgatdi. Men soatlab uning yonida o'tirib, matolarni qirqish va tikish usullarini o'rganardim. Bu hunar men uchun shunchaki bir mashg'ulot emas, balki qalbimga taskin beruvchi va orzularimni aks ettiruvchi bir vositaga aylandi. Ulg'ayib, maktabning yuqori sinflarida o'qib yurgan kezlarimda men allaqachon mohir tikuvchi bo'lib yetishgan edim. Mahalla odamlari, hatto atrof qishloqlardagilar ham kiyim-kechaklarni tiktirish uchun mening oldimga olib kelishardi. Men kecha-yu kunduz mehnat qilib, tikuv mashinam yordamida halol pul topardim. Bu muvaffaqiyat meni g'ururlantirardi, chunki endi hech kimga yuk emasligimni, o'zimning va oilamning xarajatlarini qisman bo'lsa-da qoplay olishimni ko'rardim. Qari buvim har gal mening ishimga qarab, qo'llarini duoga ochar va "Xudoyo, bu yetimning hunariga baraka ber. Rizqini har doim halol va farovon qilgin"
deb duo qilardi. Ota-onam allaqachon bu dunyoni tark etishgan va ularning ruhi mangu jannatda edi. Ammo men bu yer yuzida o'zimni hech qachon yolg'iz, chorasiz his qilmadim. Bobomning mehribonligi, buvimning yarim tundagi duolari va tog'alarimning zahmatlari menga shunday kuch bag'ishlardiki, go'yo butun dunyo mening yonimda edi. Hayotimiz go'zal, osoyishta va har kungi mehnatning shukronasi bilan to'la edi. Men bu osoyishtalik va bu rahmat soyasi umrimning oxirigacha men bilan qoladi deb ishonardim. Ammo falak charxi har doim ham bizning xohishimiz bilan aylanmaydi. Bandaning iymonini sinovchi taqdirning og'ir va achchiq imtihonlari hali oldinda edi va ular oilamizning tinchligiga tahdid solmoqda edi. Yillar xuddi oqayotgan suvdek o'tib ketardi va men 11-sinfga qadam qo'ydim. Bu ayyomda oilamiz solih va mehnatkash bo'lgan kichik tog'amni uylantirishga qaror qilishdi va unga qiz topdilar. Go'zal bir to'y bo'lib o'tdi va yosh kelinchak ming bir orzu havas bilan uyimiz ostonasiga qadam qo'ydi. Ammo hali uning kelinlik chillasi tugamasdanoq o'limning og'ir soyasi uyimizga qayta soya soldi. Oilamizning suyanchi va ustuni bo'lgan aziz bobom hech qanday xastaliksiz to'satdan jon taslim qildi. Bobojonimning o'limi qalbimni qaytadan parchaladi va men kunu tun bir chekkada o'tirib zor yig'lardim. Aza va motamning o'sha ilk kunlarida bu yangi kelin o'zini shunday mehribon va g'amxo'r ko'rsatardiki, u qo'lida ovqat kosasi bilan kun bo'yi ketimdan yurib, shirin tillar bilan yolvorardi. Opajon, o'zingizni bunchalik kuydirib ado qilmang. Biror narsa yeb oling. Quvvatsizlanib qolasiz. Axir bobongizning ruhi sening g'amingdan azob chekyapti. Uning bu tashqi mehribonliklarini ko'rib, ichimda shukr qilardim va mehribon Alloh qari buvimga bu og'ir kunlarda dardimizga sherik bo'ladigan farishta sifat, solih bir kelin berdi deb o'ylardim. Ammo afsuski, bularning hammasi shunchaki xomxayol va makkorona niqob edi. Bobomning yillik ehsonini berganimizdan keyin katta tog'am oila a'zolari ko'payib ketishining oldini olish uchun ro'zg'orini bo'lak qilishga qaror qildi. Qari buvim yaxshi niyat va islomiy adolat bilan uydagi bor narsani ikki keliniga teng taqsimlab berdi. Aynan mana shu mol-mulk taqsimlanayotgan lahzada maqtalgan kelinimiz o'zining asl basharasini ko'rsatdi. U baxillik va hasad bilan katta yangamning ulushiga qarab baqir-chaqir va janjal ko'tara boshladi. Yodimda o'sha kuni kechqurun men tikuv mashinasi oldida o'tirib kiyim tikayotgan edim. Buvim esa ko'zga ko'zoynak taqib Qur'on o'qiyotgan edi. To'satdan kichik tog'amning xonasidan baqiriq, haqorat va yig'i-sig'i ovozi eshitildi. Xavotirga tushib ikkalamiz ham o'sha tomonga yugurdik. Eshikdan kirishimiz bilan angi kelin yuz ko'zi qon holda, burnini ushlab yig'lar. Tog'am esa g'azabdan titrardi. Ma'lum bo'lishicha, bu makkor ayol ko'proq mol-mulkka ega bo'lish uchun akani ukaga yomonlab, aka ukani bir-biriga dushman qilmoqchi bo'lgan ekan va tog'am jahli ustida uni jazolagan ekan. Buvim ko'zda yosh bilan hasadgo'y kelinga qarab dedi: "Bitta uyimda atigi 2 o'g'lim bor. Ular mening boshimdagi tojlarimdir. Senga nima yetishmayaptiki bu 2 akani urushtirib, oilamizni buzmoqchisan?" Ayol o'z o'qining toshga tekkanini va g'iybat bilan erini bo'ysundirib, uyning bor narsasiga ega chiqolmasligini bilgach, boshqa bir hiylaga to'la yo'lni tanladi va bu yo'l bizning tinch, osoyishta hayotimizni do'zaxga aylantirdi. Kunlar ketma-ket o'tardi va bu makkor ayolning niqobi butunlay yuzidan tushgan edi. U janjal va g'iybat bilan o'zining shum maqsadlarga erisha olmasligini bilgach, oqibati buyuk sharmandalik bo'lgan boshqa bir yo'lga qadam qo'ydi. U harom ishlarga qo'l urdi va qari buvijonimning pensiya pullari hamda ro'zg'or jamg'armalarini saqlaydigan sandig'idan yashirincha pul o'g'irlaydigan bo'ldi. Nafaqat bu, balki uning mening hunarimga va tikuvchilik mehnati bilan topayotgan halol pulimga bo'lgan hasadi va baxilligi kun sayin ortib borardi. U qulay fursat topib, mijozlarimning matolariga va yarim bitgan ko'ylaklariga yashirincha rang yoki yog' sachratib ketardi. Men odamlar oldida sharmanda bo'lmaslik va qarzdor bo'lmaslik uchun buyurtmalarni qaytadan tikib berishga
va peshona teri bilan topgan pulimga qaytadan mato sotib olishga majbur bo'lardim. Buvim uning bu qiliqlaridan jonga to'ygan edi. Ammo kichik o'g'lining oilasi buzilmasligi va taloq bo'lmasligi uchun tog'amga hech narsa demasdi va hammasini Allohga havola qilardi. Mana shunday ziddiyatli kunlarda bir solih, obod va boy oiladan menga sovchilar chiqdi. Tog'alarim va xolalarim maslahatlashib, surishtirishgach, bu nikohga rozilik berishdi. Chunki kuyov bo'lajak yigit iymonli va shu oilaning yolg'iz o'g'li edi. To'ydan oldin bo'lajak qaynonam juda nazokatli va saxovatli ayol bo'lib, urf-odatga ko'ra men uchun shohona kelinlik sarpolarini olib keldi. Qimmatbaho kiyimlar bilan birga menga oltin va brilliantdan yasalgan zargarlik buyumlari to'plamini sovg'a qilishdi. Ularning go'zalligi va qiymatidan hammaning og'zi ochilib qoldi. Kichik tog'amning xotini bir yetim qizga ko'rsatilayotgan bu boylik va ehtiromni ko'rib, ko'zlari ko'sasidan chiqib ketayozdi. U o'z hasadini yashirmay, piching bilan, Xudo bersa sening kimning kimsasiz yetimi ekanligingni so'ramas ekanda, hali bir kun ham xizmatlarni qilmay turib, senga shuncha oltin marvarid berishganidan odamning aqli shoshadi, derdi. To'y oldi marosimlari xursandchilik bilan o'tdi va biz qudalarni izzat-ehtirom bilan kuzatib qo'ydik. Uyda faqat xolalarim va yaqin qarindoshlar qolishdi. Ular mening kelinlik jihozlarimni sandiqlarga joylashtirishmoqchi edi. Kichik xolam asosiy sandiqni ochganida birdan yuzining rangi o'chdi va titroq ovoz bilan baqirdi. Voy bizga! Kelinning tillolarini kimdir o'g'irlabdi. Endi qaynonasiga nima deymiz? Axir u bechora ayol ming bir orzu havas bilan bu qimmatbaho zargarlik buyumlarini olib kelgan edi-ku. Katta xolam ishonch bilan, "Yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas. Men o'zim hammasini mana shu qo'llarim bilan shu yerga qo'ygan edim", dedi. U sandiqni qaytadan qidirdi. Ammo zargarlik buyumlari va bir nechta qimmatbaho ko'ylaklarimdan non-nishon yo'q edi. Hamma yaxshi bilardiki, bu vaqt ichida uydagilardan tashqari, u hasadgo'y ayoldan bo'lak hech kim bu xonaga yaqinlashmagan edi. Panohsiz bir yetimning haqqiga qilingan bu shafqatsizlik buvijonimning bag'ri qon bo'ldi va u uyning o'rtasida tiz cho'kdi. U titrayotgan qo'llarini osmonga ko'tarib, ko'z yoshlari bilan jon achchig'ida yomon duo qildi. Xudoyo, ey yaratuvchim, bu yetimning haqqiga qo'l cho'zgan va shafqatsiz o'g'rining jazosini mana shu dunyoning o'zida ber. Uni odamlar orasida shunday sharmanda va boshi egik qilginki, bu hayotga saboq bo'lsin. Bu shiddatli duoni eshitib, hammaning badaniga titroq kirdi. Ertalab barvaqt xolalarim oilamizning sharafi qudalar oldida yo'qolmasligi uchun pul yig'ib, yangi zargarlik buyumlari sotib olish uchun bozorga shoshilishdi. Bu orada bu voqeadan qattiq ezilgan katta xolam tunda tush ko'radi. Tushida o'sha tillolarni bir homilador ayol olgan emish. Ammo uning yuzi ko'rinmasdi. Biroz vaqt o'tgach, u bir necha qadam bosmay turib, uni to'lg'oq tutadi. Yerga yiqilib, baqir-chaqir qilib, odam shakliga deyarli o'xshamaydigan xunuk bir bola tug'adi va xolam qo'rquv va ahshatdan uyg'onib ketadi. Buvim so'radi: "Nima bo'ldi? Nima tush ko'rding? Ranging o'chib ketibdi." Xolam og'ir xo'rsinib, pichirlab va qo'rquv bilan dedi: "Ona, tushimda tillolarni bir homilador ayol olganini ko'rdim. Keyin u xunuk bir bola tug'di." Buvim vahshatdan qo'li bilan og'zini yopdi va hamma tog'amning 9 oylik homilador bo'lgan va har lahzada ko'zi yorishini kutayotgan xotiniga qaradi. Mag'rur kelin esa masxara omuz kulib dedi: "Sizlar tushga ishonasizmi? Men emas, bu shunchaki bir tush. Mening gunohimni hech kim isbotlay olmaydi." U mag'rurlik bilan o'z xonasiga kirdi. O'sha voqeadan 3 kun o'tgach, meni izzat-ehtirom va keksalar xonadonining duosi bilan baxt uyimga kuzatishdi. Ertasi kuni sahar barvaqt aziz xolam ko'plab sovg'alar bilan qaynonamning uyiga keldi. Marosim hali boshlanmasdan turib, qaynotamning hovlisi darvozasi oldida bir mashina to'xtadi va tog'alarim bir guruh mehmonlar bilan, qo'llarida katta dasturxonlar va ko'plab sovg'alar bilan kirib kelishdi. Katta tog'am ko'tarinki kayfiyat bilan ularga ta'zim qilib kutib olishga chiqqan men nav-nihol kelinning yelkamga asta urib dedi: "Jiyan, tanishib qo'y. Bular sening amaking va ammalaring bo'ladi.
to'ying bo'layotganini eshitib, seni muborakbod etish uchun uzoq yo'ldan kelishdi. To'y ustiga to'y bo'lsin deb, ularni sening uyingga boshlab keldim. Ammalarim ko'zlarida yosh bilan meni navbat bilan bag'irlariga bosib o'pishdi. Bo'ynimga oltin zanjir, qo'llarimga esa qimmatbaho brilliant uzuk va bilaguzuklar taqishdi. Amakilarim esa boshimdan boylik sochgandek dasta-dasta pul sochishdi. Mening oltin u javohirlarga ko'milib ketganimni ko'rib, o'sha yerda bo'lgan kichik tog'amning xotini hasad bilan qoshlarini chimirib, "Mana, hamma yo'qotgan narsalaring 2 barobar ko'p bo'lib qaytibdi", dedi. Xolam unga nafrat bilan ochiqchasiga qarab, "O'g'rining qo'li yengil bo'lar ekan. Alloh yetimning haqqini hech kimga yedirmaydi", dedi. Bu voqeadan 2 kun o'tgach, xolam xavotir bilan qo'ng'iroq qilib, yangamni to'lg'oq tutganini va uni tug'ruqxonaga olib ketishganini xabar qildi. Mening qaynonam juda rahmdil va oqibatli ayol bo'lgani uchun darhol ko'plab sovg'alar olib, yangamni ko'rish uchun ketdi. Kun o'rtalariga yaqin uyga qaytganida yuzining rangi o'zgargan edi va qo'rquv bilan yangamning o'g'il tuqqanini aytdi. Men soddaligim bilan yangamni va chaqaloqni ko'rishga borishga ruxsat so'radim. Qaynonam bir muddat jim turib yoqasini ushladi va dedi: "Men borishingizga qarshi emasman, lekin yangangiz tuqqan bolani ko'rib, hayot ko'zingizga qorong'u bo'lishidan va qo'rqib ketishingizdan qo'rqaman. Gap shundaki, u bola tug'ma nogiron va dahshatli holatda dunyoga kelgan. Basharasi xuddi maymunga o'xshaydi. Tavba qildim, Xudojon, bunday qora kunni hech bir bandangning boshiga solmagin." Maymun so'zini eshitishim bilan rangim o'chib, oyoqlarim qaltiray boshladi va buvimning yomon duosi bilan xolamning ko'rgan tushi yodimga tushdi. Men ko'zlarimda yosh bilan meni o'sha yerga olib borishlarini o'tinib so'radim. Qaynonam haydovchiga mashinani tayyorlashni buyurdi. Tug'ruqxonaga yetib kelib, yangi tug'ilgan jiyanimni ko'rganimda qo'rquv va dahshatdan hushimdan ketayozdim. Beshikda yotgan u maxluqning odam bolasiga hech qanday o'xshashligi yo'q edi. Yuzi to'la jun, hayvonlarnikidek katta-katta o'ynoq ko'zlari, turtib chiqqan peshanasi va vahshiyona oldinga chiqqan iyak qismi bilan xuddi maymunning bolasiga o'xshardi. Ayol shifoxona karavotida yotib zo'r-zo'r yig'lardi va meni ko'rishi bilan charchagan, pushaymon ovozda mendan kechirim so'radi. U oltinlarni hasad tufayli va meni xor qilish uchun o'g'irlaganiga iqror bo'ldi. Ammo bo'lar ish bo'lgan. To'kilgan suvni qayta yig'ib bo'lmas edi. Men hech qachon tog'amning xotini bunday qora kunga giriftor bo'lishini xohlamasdim, lekin ko'rinishidan Alloh taoloning o'zi g'azabga kirib, panohsiz yetimning va ojiza qariyaning jon achchig'idagi duosini mustajob qilgan edi. Va bu o'g'ri, hasadgo'y ayolning jazosini mana shu dunyoning o'zida ko'rsatgan edi. Farzand hayvonning bolasi emaski. Uni ko'chaga tashlab ketsang, tog'am va yangam ham nogiron va nuqsonli bo'lib, dunyoga kelgan bolalaridan voz kecha olishmadi. Ayol odamlarning va qo'shnilarning sharmandaligidan qo'rqib, o'g'li 1 yoshga to'lgunicha uni hammadan yashirdi va uydan tashqariga chiqarmadi. Uni yashirib bo'lmasdi. Asta-sekin bu dahshatli sir fosh bo'ldi va gap so'zga o'ch, qiziquvchan odamlar har xil bahonalar bilan tog'amning uyiga bu g'alati maxluqni o'z ko'zlari bilan ko'rish uchun keladigan bo'lishdi. Va bu holat ularning oilasini yanada sharmanda va xor qilardi. Bugun oradan yillar o'tdi va u bola allaqachon 7 yoshga to'ldi. Ammo hali ham bemalol yura olmaydi va to'g'ri gapira olmaydi. U faqat asalaridek yig'lamsirab, g'ing-g'ing qilib ovoz chiqaradi xolos. Va uning onasidan bo'lak hech kim bu ovozlarning ma'nosini tushunmaydi. Ustiga ustak, u xunuk va junli basharasidan tashqari, jiyanim yana bukilgan, ya'ni bukri bo'lib, qaddi dahshatli darajada egilgan. Uni har gal ko'rganimda qalbim qon yig'laydi va ilohiy qudrat hamda jazoga tavba qilaman. Yangam bu nogiron o'g'lidan keyin yana homilador bo'ldi va go'zal bir qizaloqni dunyoga keltirdi. Ammo bu bola sog' salomat bo'lsa-da, ertasi kuni tug'ruqxonada hech bir sababsiz to'satdan vafot etdi. O'sha fojiadan keyin Xudo bu hasadgo'y ayolga boshqa hech qachon farzand bermadi va uning domani abadiyga quridi. Bugun mening dilim ko'proq gunohsiz tog'amga achiydi
ammo xotinining harom amallari tufayli ertaga qariganida unga suyanchiq va qo'liga aso bo'ladigan bitta ham sog'lom, solih farzandi yo'q. Bu achchiq qissa yetimlar haqqiga qo'l uzatadigan va Allohning jazosidan qo'rqmaydigan barcha insonlar uchun bir saboqdir. Yetimning ohi arshni titratadi. Allohdan o'zga hech qanday suyanchig'i bo'lmagan yetimlar va kimsasizlar haqqiga hech qachon qo'l uzatmang. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytganlar: kim yetimni o'z qaramog'iga olgan inson jannatda mana shu 2 barmoqdek yaqin bo'lamiz deb marhamat qilganlar. Aksincha yetimning qalbini og'ritish va uning molini tortib olish insonni ham bu dunyoda ham oxiratda kulga aylantiradigan kuydiruvchi olovdir. Hasad va baxillik iymonni yeydi. Hasad osmonda iblisning Odam alayhissalomga nisbatan qilgan ilk gunohi edi va yer yuzida Qobilning Hobilga nisbatan qilgan birinchi gunohi edi. Boshqalarning baxtidan xursand bo'ling, toki Alloh sizga ham baraka bersin. Ilohiy jazo kechikishi mumkin, ammo qattiq bo'ladi. Ba'zan inson biror gunoh qilsa-yu, uni hech kim ko'rmasa, jazosiz qolaman deb o'ylaydi. Ammo ko'ruvchi va biluvchi Alloh barcha yashirin narsalardan boxabardir. Mazlum, yetim va ojiz qariyaning duosi hech qachon javobsiz qolmaydi. Bu ayolning jazosi shuni ko'rsatdiki, bu dunyodagi sharmandalik oxirat sharmandaligidan boshlanadi va ota-onaga faxr bo'lishi kerak bo'lgan farzand umrning eng katta dardiga aylanishi mumkin. Keling, qalbimizni hasad va baxillikdan pok tutaylik. Alloh berganiga qanoat qilaylik va har doim xayrli qo'limiz va yumshoq qalbimiz bilan kimsasizlar holidan xabar olaylik, toki Allohning rahmatidan mahrum bo'lmaylik. Aziz do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling. Zero sizning qo'llab-quvvatlovingiz bizning mehnatimiz samarasidir. Keling, oxirida duo qilaylik. Mehribon Parvardigor barcha bemorlarga shifo bersin. Musofirlarni o'z panohida asrab, sog' salomat vatanlariga qaytarsin. Farzand kutayotganlarga esa solih va soliha farzandlar nasib aylasin. Amin.